Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekiston benzin importini 2 barobar oshirdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. 2026-yil yanvar-aprel oylarida O'zbekistonga import qilingan benzin hajmi 2025-yil mos davriga nisbatan 2 barobar ko'p bo'ldi. Bu haqda Bojxona qo'mitasi ma'lumot berdi. 4 oy davomida mamlakatga jami qiymati 327,1 million dollarlik 568,7 ming tonna benzin import qilindi. Bunda 1 tonna benzin qiymati 575 dollardan to'g'ri kelgan. Taqqoslash uchun 2025-yil yanvar-aprelda xorijdan 163,6 million dollarlik 280,7 ming tonna benzin sotib olingan. Statistika qo'mitasi tahliliga ko'ra, respublikada benzin ishlab chiqarish hajmi ham o'sib bormoqda. Xususan, yanvar-aprel oylarida 417,5 ming tonna benzin ishlab chiqarildi. Bu 2025-yil mos davriga nisbatan 27,5 ming tonnaga, 7% ga ko'p. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda 2025-yil sentyabridan AI-Sakson markali benzin ishlab chiqarish hamda birja savdolari orqali sotib olish to'xtatilgan. O'zbek neft gaz bosqichma-bosqich yuqori oktanli AI-92 avtobenzin ishlab chiqarishga o'tishini ma'lum qilgan. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.